Mana Germaniyada yashayotgan joyimizda shundoq tashqarida manzara. Zo'r. Salom Germaniyadan. Mana bugun bahor kelgani bilinmoqda. Quyosh chiqib, mana tashqarida sariq bo'lib, bahorda gullaydigan gul bor-ku. Qoqo't o'sha gullabdi. Hamma joy adir bo'lib sariq. Вообще chiroyli mana bitta. Sariq. Zo'r. Hozir poyezdda o'tirib turamiz. Qatga borishimizni borganda ko'rsataman. Manzilga yaqin qoldik. Manzarani qaranglar. Biz hali yetib kelmadik. Endi yo'ldamiz hali. Hamma joyda suv oqarkan bo'pti. Manzarani qaranglar. Mana bu maktab ekan. 30 kilometr tezlikda soatiga yurish mumkin ekan. Bitta Aytishtat zdaniyasiga o'xshagan zdaniyalar. Okey, biz narigi betga o'tishimiz kerak ekan. Turist informatsiya. Biz yaqin qoldik. Quyosh soat. Mana bu mehmonxona ekan. Yuz 50 metr qoldi biza boradigan joygacha. Tog'larni qaranglar. Biz mana yetib keldik. Blautop. Bu joy Blautop, ya'ni qorang qozon deb tarjima qilinadi. Bu joy Germaniyadagi Baden-Württemberg viloyatida Blaubeuren degan shaharda joylashgan ekan va bu suvi ko'k bo'lgan Germaniyadagi tabiiy oqadigan buloqlardan bittasi ekan. Suvi 21 metr chuqurlikda va undan tashqari 10 kilometrdan ortiq g'or tizimi bor ekan bu yerda. Va bu suv hovuranligini sababi quyoshga, kunni qaysi qismidaligiga qarab va bu suvi ichida ohaklari borligi uchun ohak toshi mana shu hammasi birgalikda suvi to'q ko'k, umuman chiroyli, boshqacha ko'k bo'lishiga, tiniq bo'lishiga sababchi ekan shu xislati. Shuning uchun ham rosa ko'p turistlar bu kichkina shaharchaga mana shu suvni ko'rish uchun kelar ekan. Rosa chiroyli. Blautop. Qorin. Qozon degani. Endi biz kelgan yo'limizdan uyga qaytdik. Hozir sizlar keyingi kadrlarda Altstadt, ya'ni shaharning eski qadimiy qismini ko'rishinglar mumkin. Rosa chiroyli ekan. Videoda qolinglar. Mashhur turgan binolar sariq tashqari tomondan 1602-yilga tegishli bino ekan. Oldida odamlar borligi uchun yaqindan borib yilini ololmadim, lekin o'zim o'qib oldim. Biz Altstadtda xos ko'chasida ketdik. Mana to'g'rimizdagi bino, qadimiy bino. Shahar Rathaus ekan mana. Altstadt. Mana yana Altstadtga.
Bitta bino o'rtasini ko'rsanglar, qadimiyligidan osilib qolgan qanaqadir. O'rtasida kamongoyga o'xshab, lekin rosa chiroyli. Birinchi etajda espresso bar ekan, kafe. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar va kommentariyada izohlaringlarni kutib qolaman. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.